Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. NMK zavodini Emali Group kompaniyasining aziz muxlislari. Bugun biz Xonqa tumanidamiz. Sho'ka Tamlani Abbosbeklarning uyida. Xonqa tumanida joylashgan uy. Jami isitish maydonimiz 194 metr kvadrat. Hamda loyihasi. Bu yerda o'zi oldin отопление sistemasi bor edi. Podacha obrotkali qilib damirdan ishlangan, demontaj qilib, chugunli radiatorlarni o'zlarini qoldirib ishladik. Kachollarni sal ertaroq olib qo'yadilar o'zimizdan. Endi polniy podключ montajini ham o'zlarimizga topshirdi. Kacholimiz mana shu yerga joylashdi. Hozir kirib kacholdan davom qilamiz. 6 metr stalnoy izolirованный o'zimizni dimoxoddan ishlatdik. Mana kacholimiz Magnum avtomat Rossiya Federatsiyasi Novosibirsk shahrida ishlab chiqariladi. NMK zavodi tomonidan. Bu Magnumning avtomat varianti. Demak, bu yerda hozir avtomatikamizda shunday funksiyalar bor. Necha soatda bir marta tozalashligi va qaysi temperatura chiqqanda avtomatni o'chiradi. Buni mexanikisida odamni o'zi chiqib qiladi. Yon tarafida ruchkasi bor. Mamnun bo'ladi. Agar avtomati bo'ladigan bo'lsa, masalan, timer belgilab qo'yishlaringiz mumkin. Yon tarafdan havo yo'llarida qilib qolishini oldini olib turadi. Bilasizlar, ko'mir kachollarda albatta eng asosiy vazifani dimoxod bajaradi. Havoni so'rib yoqishi kerak bo'ladi. Agar havo yo'llarida qilib qolsa, ruchnoyda buni chiqib qo'lda aylantirib beriladi. Bunda ham shu funksiyasi bor. Agar svet o'chgan taqdirda qo'lda aylantirib bersa ham bo'ladi. Svet o'chishni oldini olish maqsadida kachol to'xtamay ishlashligi uchun istochnik бесперебойное питание qo'ydik. Stabik 800 lik va 100 amperlik geliyoy akkumulyator qo'ydik. Ikkisini sirkulyatsionni nasos Shimga 32.6 bilan ishladik. Bypass berib o'tdik. 100 lik akkumulyator. Bundan tashqari regulyator tagi Regulus firmaniki и группа безопасности 3 atmosferaga. Vakuumli bak, yuqoriga chiqadigan trubamiz alyuminiy покрытие bo'ldi. Ikki tochkamizni yuqoridan olib o'tdik. Mabodo akkumulyator ham to'xtab qolgan vaqtida, akkumulyatordan to'q qolmay svet o'chib qolgan taqdirda o'zi sirkulyatsiya berib turadi. Shu ikki xona hisobini. Soatimiz 17:55 bo'ldi. Sho'ka Tamlar ruxsat bersa, yoqaveramiz. Yoqaverikmi? Yaxshi, qanasi. Bismillahda, xudo xolasa. Kacholimiz olishib boshladi. Xudo xolasa, salkam 60 gradus bo'lyapti. Sirkulyatsionni nasosni o'chirib qo'ydikda, bypass orqali o'zini aylantirib qo'ydik. Kacholimizning yonishi. Hozir sal temperaturani ko'tarib, uyning ichine nasos orqali suv beramiz. Daveniyamiz 1,5 atmosfera. Dimoxodimizning ishlashi. Kacholimizning ichindagi temperatura 70 gradusga chiqdi. Sirkulyatsionni nasosni qo'shaveramiz, xudo xolasa. Va uy bilan tanishib chiqamiz. Bypassni insak bo'ladi. Mana nasos orqali suv ketdi. Bu yerda birinchi tochkamiz. Mana bu o'zlarining chiquvni radiatorlarini ishlatdik. Ha, Sho'kata? Ushab kerakmi? Chavut bo'ldi hali qo'shganimiz. Hozir bundan girib, bundan chiqib ketadi. Podacha obrotkasini, podachani yuqoridan ishladik, obrotkani pastdan. 100% quvvatidan foydalanasizlar shunda. Ha, bu uyimizning patologlari. Patologlar ham baland. Bu mana eski isitish sistema, pechlar. Gelibdimi? Geldi. Onu geldi. Pişirelim. Benden girerdi. Ama benden girip çapşaldı da indirmez. Tamam. Ama sadece zor. Bir de ben ikinci
Trubamiz ikinchi tochkamiz bilan yuqoridan olib o'tganmiz. Gelibmi bu yana? Geldi polni geldi. Endi bu yandan giradimi? Görüşmeden geldi. Beremiyorum görüş başkanı. Bu üçüncü tochkamiz. Endi ardan trubniy bo'lib ketdi trubamiz. Va bu xonaga kirib ketadi. Ha, ushlab turing qanchalik ushlab turibdi ekansiz. Çıkarttı. O kadar mı? Hali 5 minut bo'ldimi qo'shganimiz? Sen ya kız barışı. Endi bayağı kız başlandı da. Qizibdimi? Pishib turibdi-ku. Ha, kız başlandı. Geç çıkan kim oturmadı? İşinin temperaturasi size yetib ortib qoladi bemalol qish oyida. 55 qo'yaverasiz endi, 55 gradus, 60 gradus. Kerak bo'lmay. Keyingi xonamiz bu yerina. Bu yerda bu pechlarni ishlatamiz endi. Hep drone diye yakalarsa cayı kullanmaydı. Fakat razı. Allah. Bu bir an yaptı. Ha, yaxshi. Benim uzak Acayip. sözüm bu. Allah size konu. Kızdırışı. Trubamiz ketdi mana. Yana qarab. Keyingi radiatorimiz. Bir an yaptı. Da konu. Ham panellilaringizdan Tamam. bortdimi? Ben yap kızgan ama. Mana bu yerdan katta bir o'tiradigan joyimiz. Ikkita panelli radiator qo'ydik bu yerga. Qizganmi? Kızgan. Yok kızdırışı. Şimdi yap başlat. Ha, bular endi shu oxirgi tochkalar bular endi. Ya bir toçu. Hozir hammasi chopishib bir xil bo'ladi. Ha ben iki yumurta buraya kızıp gidelim. Şuna gel. Ha, bo'ldi, aylanib tursin. Aylanırsın. Bu yerda yana obrotkamiz shu bilan uydan chiqib ketadi. Kotelniga. Bu yerda kotelnimiz joylashgan. Xudo xolasa Shavkat aka bilan girib ham yerlarni ko'rib chiqdik. Kotelimiz stabilni ishlab turibdi. Ichida endi yozni kuni o'zi ko'chamiz ham 45 gradus bo'lib turibdi. Shuning uchun boshqa o'tin solmadik. Shunda mayli buni issi Shavkat aka barabir 2 kun yetadi. Shavkat aka, necha kelgan fikrlaringiz yaxshimi? Zor. Yani bir peşe gitmeye odun bile zor öyle. Hem yeri kızdalı. Hadi yarım odun öyle şimdi kızdırdı. Katolak yapıyor. Hazırlıkça. Şimdi buradan hazır kahramanı ispitalasını kışta göremiz. Xudo xolasa kelib qishda yana bir yoqib berish bizning hisobimizdan Emali Group keladi, qilib beradi hammasini. Bundan tashqari biza tarafimizda ekib qo'yilgan hamma narsangizga 1 yil garantiyasi bor. Kotelni garantiyasi 4 yil. 1 yilda 2 marta obslujeniyasi besplatniy xudo xolasa kelib ko'rsatib berib ketamiz. Regulyator tagini ham hozir nastroyka qildik. Endi bolalar qiziqadi bunga. Shuning uchun buni hozir cheshib qo'liga berib ketamiz. Shu sezon boshlanganda kelib qistirib yana boshidan yoqib berib ketamiz. Asa katta rahmat. Bizani tanlaganingiz uchun rahmat. Rahmat. Görmesin. Rahmat. Zor hizmet ettiler. Katta rahmat. Hammangizga taklif qilib qolamiz. Rossiyada ishlab chiqarilgan Magnum kotellar bilan uylaringizni isitishni va albatta Emali Group kompaniyasi bilan birga keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.